bepulga hech qanaqa kurs yo'q. Bizani aldayapsizlar deyapsizlarmi? Mana bu qizlar unda nimaga o'tiribdi? Ketdik bilan o'tib qolamiz. Faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlar va Instagramda qanaqa ishlashni o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun mana shu kursni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda biz nimalarni o'rgandik, o'zim misolimda aytadigan bo'lsak, Instagram haqida tushunchalarim bor edi, lekin boshlashni bilmasdim. Nimadan, qanday boshlash kerakligini ustozlarimizdan o'rgandim. Malika va Gulziraga kattakon rahmat aytaman. Ular sababli men endi birinchi qadamlarimni Instagramda boshladim. Rahmat. Ishga kelganimda ko'p narsalarni o'rgandik. Instagramni to'g'ri yurg'izishi, chiroyli videolar olib, ularni montaj qilishlarini yaxshi o'rtoqlar orttirdik, do'stlar orttirdik. O'qituvchilar ham zo'r, gap yo'q. Hammaga omad. Men shu kursga kelib juda ko'p narsalarni o'rgandim. Instagramda ko'p narsalarni bilmasdim. Nastroykalarini bildim. Montaj qilishlarni hammasini o'rgandim. Gulzira ustoz bilan Malika opaga kattakon rahmat shunchalik o'rgatgani uchun. Bundan ham ko'p shogirdlari ko'p bo'lsin. Rahmat. Qancha onlayn darslarga borgan bo'lsam, bu yerda olgan bilimlarimga hech qaysi yetmasdi. Ustozlarimdan ancha bilimlarni oldim. Ayniqsa Malikaga, keyin biografiya ustozimiz Gulziraga kattakon rahmat. Xudo xolisa bu yog'iga o'rgangan bilimlarimizni qo'llab, shiylarni oqlaymiz. Rahmat. Ustozimiz Malika, Gulziraga kattakon rahmat. Men o'zim umuman Instagram yurg'izmasdim, ishlatmasdim ham, lekin hammasini noldan tushuntirib o'rgatib berishdi. Ko'rmagan, bilmagan programmalarimizni ham o'rgandik. Oson ishlasa bo'ladigan programmalar ko'p ekan, ularni bilmasdim masalan. Shuni hammasini ko'rdik. Rahmat. Bergan bilimingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Men bu kursga kelishimdan Instagramni noldan hech narsasini tushunmasdim. Yoshimga nisbatan men Instagramni yurg'iza olmayman deb o'ylagan edim. Lekin Malika bilan Gulziraga katta rahmat. Mana hozir podpischalarim ham ko'payishni boshladi. Instagramni ham yurg'izishni yaxshilab o'rgandim. Shuni ochishga Malikaga kattakon rahmat. Rahmat. Bu kursga kelganimdan xursandman. Ustozimiz Gulzarga, Malika opaga kattakon rahmat. Ko'p bilmagan narsalarimni o'rgandim. Bundan keyin yana o'rganishda bularga murojaat qilmoqchiman, Xudo xohlasa. Men biografiya kursiga kelganimdan juda ham xursandman. Gulzira va Malika opadan olgan bilimlarimdan juda ham mamnunman. O'zi ba'zi bor edi menda bilim bo'yicha, bularga kelib juda ham ko'proq narsa o'rgandim. Kamera bilan ishlash meni niyatim o'zi kamera bilan ishlash edi. O'rganib oldim. Gulzira opamga rahmat. Rahmat. Malika opamga alohida rahmat. Ismimlarni o'rgatdilar. Instagramni qanaqa yurg'izishni o'rgatdilar. Ko'p narsalarni o'rgandim. Rahmat. Rahmat kattakon. Malika opani Belfem kurslariga kelib, mobilografiya, SMM bilmagan narsalarimni, yangi insaytlar oldim va bundan keyin bildimki, to'xtab qolish kerak emas, yanada aktivni rivojlantirish kerak. Chunki hozir kuniga bir 400 ta 500 ta yangi biznes ochilayotgan bo'lsa, ularning barchasiga SMM, mobilografiya va target kerak. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolardim. Bemalol kelib o'qib ketishlaringiz mumkin. Hammasi noldan, jay darajam tushuntiriladi deydi-yu.